alaykum hammaga. Biz Güzel Buloqchi obunachilarimizga akalar ikki xil variantda mini jatkalarimiz kelgan. Kentaur firmasiga tegishli originalli. Hop. Birinchi o'ringa keladigan bo'lsak, pichoqlariga keladigan bo'lsak, 90 santimetrli yaxshi variantdagi pichoqlardan qo'yilgan. Va motorlariga keladigan bo'lsak, 170 originalli Kentaur firmasiga tegishli Kentaur. Hop, 3 litrli bakki bo'ladi. Ruchni qo'lda tortib zabt qilinadi. Gaz aparatlari bor va oldiga, orqaga yurishlar bo'ladi. Hop, quyon, toshbaqa rejimlari bor. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari ishiriladigan balondan qo'yilgan. Bunimiz 173 salarka variantidan kelgan. Hop, Kentaur firmasiga tegishli ekanimizda oldiga, orqaga yursa bo'ladi. Quyon, toshbaqa rejimlari bor. Buni ham pichoqlari 90 santimetrli bo'ladi. Kimga qiziq bo'lib turgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalar ham past nomerlarimiz bo'ladi. Optim narxlarda qilib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisание bo'lib qo'ysalar ham undan ham qiziqroq texnikalarni o'tkazib yubormaysizlar.